Kevin De Bruyne va Manchester City'ning go'zal dekadasi o'z yakuniga yetdi. 10 yil davomida Manchester City'ning tizimini asosiy mexanizmi, tushunarli qilib aytganda yuragi bo'lib xizmat qilgan Kevin keyingi mavsum uchun Gvardiolaning rejalaridan o'rin olmadi va buni Pep matbuot anjumanlarida bot-bot ta'kidlagandan so'ng De Bruyne ham ketish eng to'g'ri qaror ekanligini tushunib yetdi. Ha, insonlar seni xohlamagan joyni tark qilish farosatning oliy namunasidir. Kevin ketayotib bizga qanchalik farosatli ekanligini isbotlamoqda. U ketgach tarkibdagi o'rnida yangi nomlar paydo bo'ladi. Qolganlarga cheksiz hurmatni saqlagan holda aytaman. City yaqin orada Kevindek universal, o'z krosslari bilan fizika qonunlarini buzuvchi fenomen, zargarona harakatlari va paslari bilan hujumni istagan yo'nalishga burib yuboruvchi geometrik professorni topa olmaydi. Kevinning harakatlari istalgan futbol akademiya va maktablariga tushaveradi. Yangi avlod Kevindan yaxshigina o'rnak olishlari kerak, chunki futbolga u kabilar doimo zarur. Sababi haqiqiy futbol muxlislari futboldagi qandaydir pragmatik harakatlardan emas, aynan Kevindek o'yinchilarning telbanamo o'yinlaridan zavq olishadi. Shunday ekan futbolga oshno, futbolni sevadigan muxlis sifatida xohlaymizmi yo'qmi, yangi yetishib chiqayotgan har bir yarim himoyachi avloddan Kevin kabilarni doimo izlaymiz.